Assalomu alaykum, xayrli kun gruppamiz a'zolari. Mana karavan korxonasida ish qizg'in, yaxshi kayfiyatda sizlar uchun izlanib, mana izlanishlar davom etyapti. Yangiliklar bizda sizlar uchun mana qaranglar, Ramazon oyida ulanib ketar ekan 8-mart bayramlarimiz, undan keyin Hayit bayramlarimiz, Navro'z bayramlarimiz, hamma umradan kelganlar, juda chiroyli oyda bayramlarimiz ketma-ket bo'lib, men sizlar uchun izlanishlar natijasida zo'r sarpolar uchun, hadyalar uchun yangiliklarda sizlar uchun obzor qilyapman. Ishlar qizg'in bizda mana chiroyli upakovkaliklarda nima deb o'ylaysizlar? Mana qaranglar. Qopqoqlari bilan buni hali tayyorlanib ichiga mahsulotlar solinsa, juda ham zo'r sarpolarga, hoji onalarga bergani ehsonlarga bu qimmat narsa emas. U turishini qaranglar, lekin sizlar uchun karavan korxonasi hamisha hamyonbop qilib, eng zo'r, eng karavan brend qilib idishlarini, upakovkalarimiz, ichidagi mahsulotlarini ham ishlatadigan zo'r narsalarni ishlab chiqaramiz. Mana bu qopqoqli korobkalarimiz juda ham mustahkam. Buni hali iplari qo'yilsa, buni qaranglar, o'sha yon joylarini qaranglar. Buni ichidagi mahsuloti ko'rinib turadi. Prozrachniy qaranglar. Mana bunaqa shisha joylari ko'rinib turadi mahsulotning nimaligi. Keyin bu yangiligimiz, mana o'zimga ham qiziq. Bu nima uchun ekan? Hozir boshlig'imizdan so'raymiz. Bu nimaga ketyapti aka? Bu nimaga tayyorlanyapti? Bular hozir padash korobkalarimiz keldi. Mana shu zo'r qopqoqli hozir ruchkalari ham bor, iplari ham bor, xudo xolasa. Bu Ramazon oyiga hadya obunachilarimizga Ramazon oyiga sovg'a-qilsalar bo'ladi, ichida mahsulotlarini solib ichiga. Keyin ko'pchilik hoji onalar iftorlik qilishyapti hozir. Iftorlikka nima beray ekan deb ko'pchilik o'ylanib yurishibdi. Material beraymi ekan, kuynak beraymi ekan, ro'mol beraymi ekan deb. Ular bo'xchada turadi. Ag'da-bag'da turadi. Oldi berdi bo'lib ketaveradi ular. Oldi berdi. Bularni padalchniy bo'ladi, chiroyli korobkalarda. Mana qo'pollar. Momiqlar bo'ladi, pakrivallar bo'ladi buni ichida. Nima solsalaring solarasizlar misol endi. Keyin hamyonbop bo'ladimi? Bu вообще bomba narxlar. Keyin momig'i bo'ladi buning ichida. 2 kishilik momiqlar bo'ladi. 1 kishilik momiqlar bo'ladi. Xohlovchilar 1 kishilik adyol solishi mumkin, detskiy adyol solishi mumkin. Arzon chiqadi, xudo xolasa ko'nglim o'zi chiroyli chiqdi. Qaranglar, sarpoga o'zi ham. Xudo xolasa hayit bayramlarimiz yaqin mana. Hadyalarga bergan hayit bayramlariga. Undan keyin Navro'z bayrami kelyapti. Undan keyin 8-mart kelyapti. Hamma sovg'alar nima ekan deb. O'shancha hadi material olavermanglar endi. Ro'mollar ham o'zi bo'ldi. Bunaqa hadyalardan olinglar, momiqlardan, pakrivallar solib beramiz ichiga. Yotganda savobi albatta sizlarga tegib turadi. Atak ro'mol olib bersangiz, ro'molni bo'xchaga qo'yib qo'yadi. Nari qarindoshiga, nari nimaga, bo'xshanda nima bor ekan deb o'sha ko'tarib ketaveradi. Bular endi esda qolarli bular, korobka upakovkalarni ko'ring, esda qolarli bular. Xudo xolasa tez kunlarda chiqadi hozir iplari, mahsulotlari tayyor bo'lish arafasida hozir. Hozir yig'yapmiz. Karavan korxonasi atamiz tolka sizlar uchun har doim xizmatlaringda. Sog' bo'lasizlar. Mana izlanish natijasida juda ham chiroyli brendlar urilgan, hamma joyi chotki, mustahkam. Mana QR-kodlari ham bor. Birovda qaranglar. Bunda sahifa yozuvlarini qaranglar. Bu mahsulotimiz mukammal uslub uchun yaratilgan bo'lib, qaranglar mana davomini bergan odamlaring ham hadya uchunligini bilarkan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Mana sizlar uchun yangiliklarni obzor qilib o'tyapman. Va mana bizda yangi pastellarimiz kelgan, 1 kishilik pastellarimiz chiqdi, detskiy pastellar. Ertaga xudo xolasa hammasini joylaymiz, reklama qilib obzor qilamiz. Sog' bo'linglar.